Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilarim. Mana bu yoqda uycha qilib oldik. Ertadan solgan imoratimiz qolgan joylari bitsa, bu yoqda keyin oshxona qilib olamizda. Aytdim u kuni. Odamlarni Allohim ikki toifaga bo'lgan. Yaxshi odamlar juda yaxshilar. Mana, yaxshi odamlar yaxshi so'zlar aytdi. Juda yaxshilar undan yaxshi so'zlar aytdi. Mana. Eski tandirxonamni ko'rsatsam, hozir kayfiyatingiz buziladi-da. Mana. Siz aytmasangiz ham yaxshi somon qo'shib olmoqchi bo'ldik. Faqat endi xursandchiligimdan mana. Az bizni turbani yorilib ketadi, xola ehtiyot bo'ling debdi bir xud singillarim. Loy bilan shuvab tashadik yarmigacha. Tandirdiki shart emas, haftada bir yopaman. Endi ahak ortdi mana yerda oxlovdi mana. Bir oxlaganda tandir o'chog'imda ham oxlaymizda. Pasini ko'mib tashatdik mana, enkayib yopaveraman. Xo'jayin bilan o'g'lim tagini mana sementlab berdi. Bemalol bo'ladi. Ertan qishda mana yerlarga eshikchalar qilsa. Hozir yangi o'choqqa mana u kuni osh qiluvdik, endi chalpak qilyapman. Nima deydi sizlarda? Bizda cho'zma deydi. Qayer bir yerda chalpak deydi. Mana. Bu kuni mana o'ga shaftal varenni qilib oldik. Rosa topli bo'pti. Qayerlardan zakaz tushyapti ishonsangiz. Farg'ona, Qozog'iston. O'g'lim boraylik ona deyapti-ku. Qo'y bolam deyapman. Xo'jayin ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi. Bir xil erkaklar bor bilasiz. 40 hunar oz deydi. Ayollarning joni 40 ta bo'lgan bilan hunarlari 100 ta. Shu bitta yaxshi hunarimning bir parchasini ko'rsatyapman sizga. Meni hobbiyim loy ishi. Xo'jayinga qarab o'tiramanmi? Oldingi eski buzgan tandir o'chog'imda ham loyqa bersangiz bo'ldi deb o'zim qurganman. Endi asta-asta Allohning bergan o'g'lim chiroyli qilib yangi g'ishlardan quratdi. Hali bor moydoq bo'lgan yo'q. Ona endigi safar usta chaqiraylik deb o'g'lim ham picha charchadi. O'zi 12 yoshda. Boyabga ber turdi. Qurishni o'rgandi. Endi qanday bo'pti endi? Qarang kuzatuvchilarim, xullas kalom. Bu ham bo'lsa Allohning inoyati. Tani jonimiz sog', muhimi ko'rib, eshitib turibmiz. Eng muhimi inson qilib, banda qilib yaratgan. Allohim barchamizni ibodatimizni qabul qilsin. Bütün jumlai mo'minni gunohlarini kechirsin. Shularning qatorida bizlarnikini ham. Xayr, omon bo'ling.